Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Nur Invest jamoasi sizlar bilan ko'rib chiqamiz foydali indikatorlardan birini. Ya'ni bizga ko'pchilik savol kelib tushadi. Ha, bizda trend yo'nalishini aniqlab beradigan indikator bormi deb. Albatta bunaqa indikatorimiz bor. Trend yo'nalishini albatta siz buni olib turib faqat shun bilan savdo qilmasangiz ham sizda savdoyingizda trend yo'nalishi o'suvchan trendga qarab ketyaptimi, tushuvchan trendga qarab ketyaptimi? Mana shu narsani aniqlab olishingiz uchun kerak bo'ladigan indikator hisoblanadi. Bizda misol uchun savdo qiladiganlar bor. Swing trade uchun yoki 1 oy, 2 oylik uzoq muddatli savdolar bo'lishi mumkin yoki 6 oy, 7 oylik savdolar bo'lishi mumkin yoki 1 hafta yoki 10 kunlik savdolar bo'lishi mumkin. Hamma har xil o'zini bo'sh vaqtiga qarab yoki ish uslubiga qarab savdolarni amalga oshiradi. Endi bizda katta time frame'da bo'ladimi yoki kichkina time frame'da bo'ladimi farqi yo'q. Savdoga kirayotgan vaqtimizda hech qachon trendga qarshi savdoga kirishimiz kerak bo'lmaydi, to'g'rimi? Trendga qarshi savdoga kirish vaqti qachon bo'ladi? O'zingizni professionalniy deb hisoblagan vaqtingizda ko'proq nima deydi? Ko'proq vaqt kompyuterda bemalol savdo qila olish qobiliyatiga ega bo'lgan vaqtingizda keyin tushuvchan trend vaqtida откатidan savdoga kirib foyda olib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Boshqa vaqtda, ayniqsa boshlang'ich treyderlar uchun hech qachon tushuvchan trend vaqtida trendga qarshi savdoga kirish umuman tavsiya qilinmaydi. Shu vaqtda biz avvalgi darslarimizda trend yo'nalishini aniqlash, trend yo'nalishi qachon o'suvchan trendga o'zgaradi, qachon tushuvchan trendga o'zgaradi, bu narsalarni ko'rib chiqqandik. Endi xuddi shuni avtomatlashtirish uchun indikator ko'rib chiqamiz. Ya'ni trend yo'nalishini biz o'zimiz qanaqadir zonalar chizib belgilab aniqlash emas, shunchaki indikatorimiz bizga o'suvchan trendmi yoki tushuvchan trendmi ko'rsatib beradi va bu indikatorimizni biz nastroyka qilib qo'yamiz bizga va o'sha indikatorda biz statistikalar bilan ko'rib chiqamiz. Misol uchun, kichkina time frame'da qancha foizda daromad bergan, o'rta time frame'da qancha foizda daromad bergan, katta time frame'da qanchalik daromad bergan, buni ko'rib chiqamiz. Bizga birinchi navbatda misol uchun, xohlasanglar Apple aksiyasi, xohlasanglar Tesla, ya'ni o'sha trend yo'nalishi bilan savdo qiladiganlar, volatilность baland bo'lgan aksiyalar kerak. Mana shu aksiyalarimizni ko'rib chiqamiz. Misol uchun Tesla kompaniyasini 1 minutlik time frame'da yoki 4 soatlikmi yoki 30 minutlikmi yoki 15 minutlikmi farqi yo'q, xohlagan time frame'ga qo'yamizda indikator bo'limiga o'tamiz. Indikator bo'limidan qaranglar, super trend deb yozsangiz, mana super deb yozadigan bo'lsangiz, o'zi birinchida kelib chiqadi. Mana bu yerda super trend strategiya turibdi. Bizda mana indikatorimiz signal berish uchun bizda buy yoki sell signallarni ko'rsatib turish uchun mana super trend, Keyvans o'zbilgich tanlaydigan bo'lsangiz, mana 59 mingta obunachi ishlatar ekan. Buni trend yo'nalishini aniqlash uchun mana o'zimizga kerakli bo'limga saqlanib qilib qo'yganmiz, yulduzcha qo'yib. Mana shuni biz ustiga bosadigan bo'lsak, bizda indikatorimiz mana tushuvchan trend vaqti, mana qaranglar. O'sayotgan vaqtida buy signalini beryapti. Mana bu yerda tushayotgan vaqtida, tushuvchan trendga o'tgan vaqtida sell signal berib, keyin yana o'suvchan trendga o'zgargan vaqtda sразу yana buy signalini beryapti, narx ketyapti. Va tushuvchan trendga o'zgargan vaqtida yana bizda nima hosil bo'lyapti? Narx tushuvchan trendga qarab ketyapti. Endi biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, qaranglar. Men hozir M15 time frame'da turibman. M15 time frame'da qaranglar, bozor yopiq vaqti, ya'ni pre-market bilan after market vaqtlarini yoqib qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Buni o'chirib qo'ysak, bizda mana bunaqa shumlar kamayadi. Bizda mana regulyanniy торговля sessiyani bosib qo'yamiz. Shunda bozor yopiq vaqtdagi signallar ko'rsatilmaydi. Bizda quyidagi holatda ishlasa bo'ladi. Ba'ziga tanishlarni, yaqinlarni bilamiz. Mana shu indikatorni o'zi bilan ham buy berganda buy olib, sell berganda sell olib, qanaqadir prop kompaniyalarning imtihonidan o'tishadi yoki o'sha prop kompaniyalarda o'sha buy signal berganda olib, sell signal berganda sotib, prop kompaniyani o'zidan ham daromad qilsa bo'ladi. Faqat bunda robotga o'xshab turib savdo qilish kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda sell signal berdi, narx tushmadi-da, mana bu yerda buy signal berganda endi tushib ketib qoladi degan qo'rquv bo'lsa, mana bu impulsdan nima bo'ladi? Quruq qolinadi yoki mana bu holatda mana buy signal berdi-da, keyin narx tushishni boshladi.
bu yerda qanchadir minus bo'lishi mumkin. Minusda sotmasdan narx dasti pastga qarab tushib ketib, shotimizni minusga tiqishi mumkin. Shuning uchun bizda agar bu indikatordan foydalaniladigan bo'lsa, robotga o'xshab volatilность baland bo'lgan aksiyalarda savdo qilishimiz kerak bo'ladi. Va misol uchun Teslada mana shu indikator orqali savdo qilishimiz kerak bo'ladi va bizda nastroyka bo'limidan mana bu 10 ni iloji bo'lsa 8 ga o'zgartirib qo'ysangiz, unda yaxshiroq holatda shumlar kamayadi. Endi biz bu indikatorimizni 1 minutli time frame'da qancha foyda bo'lyapti, 15 minutli yoki 4 soatli time frame'da qanchalik foyda bo'lyapti, statistikasi qanchalik ishlab beryapti. Bizga gap isboti bilan kerak, qancha foyda qilsa bo'ladi. Bizda bu indikatorda shunday o'chirib turamizda, xuddi shu indikatorda statistikasi bilan chiqaradiganini, ya'ni super trend strategiya turibdi. Bu yerda sizlar poistga super deb yozsanglar, uje mana bu holatda chiqadi mana. Birinchidan mana super trend strategiya turibdi. Shuni ustiga bitta bosadigan bo'lsak, mana yulduzcha qo'yib qo'yamiz. Qaranglar. Bizda yulduzcha qo'yib qo'ydik mana. Mana bu yerdan uje bu yerdan entry long deyapti, tepaga qarab ketyapti. Entry short deyapti, pastga qarab tushish hosil qilyapti. Endi buni ham nima qilamiz? Nastroykasidan belgilab qo'yamiz. Deylar. Bizda misol uchun mana bu 100 ming portfel bilan ko'rsatyapti. Misol uchun menda $10,000 summa bor deylik. $10,000 summa bor va mana buni USD ga o'zgartirib qo'yamizda, $10,000 ni misol uchun $5,000 bilan savdoga kiryapman. Har kirganimda $5,000 bilan agar savdoga kiradigan bo'lsam, albatta 10,000 bilan savdoga kirishimiz juda riskli bo'ladi. O'zi 5,000 bilan savdoga kirishimiz riskli bo'ladi, lekin misol uchun $1,000 Apple ga, $1,000 Tesla, $1,000 Nvidia qilib savdo qiladigan bo'lsak, unda riskimizni chegaralagan bo'lamiz. Misol uchun har 10,000 portfelimizni 5,000 ni ishlatdik. Aktivlarga 5,000 ni ishlatdik. Va bizda OK deb bosamiz. Qaranglar. Bizda 1 minutli time frame'da agar buy berganda buy olib, sell berganda sell sotadigan bo'lsak, qaranglar. Bizda 1 minutli time frame'da Teslamiz 0,79% holatda foydada bo'lar ekan. Deyarli 0 damiz ekan. Qaranglar mana. $79 gina foyda. Buni qancha vaqtdaligini bilmoqchi bo'lsangiz, mana analiz сделкаларni bosadigan bo'lsak, список сделкani bosamiz. Mana bu yerda oxirgi sanasini ko'rib chiqamiz hozir. Mana eng boshiga o'tadigan bo'lsak, 15-sentyabrdan beri hozirgi sanamiz 4-oktyabr bo'lsa, demak 20 kun atrofida bizda deyarli 1% ga yaqin foyda bo'lar ekan. Umumiy holatda 157 ta сделка bo'lyapti. Endi xuddi shuni 3 minutli time frame ga o'tadigan bo'lsak, 157 ta emas, 143 ta сделка bo'lyapti. Qaranglar. 143 ta сделка va umumiy holatda 5% foydadamiz. 1 oy davomida 5% foydadamiz. Umumiy 1 oy emas, hozir mana ko'rib chiqamiz. 1 oy qancha vaqtdan beri shuncha foyda ekan. Bu 11-avgust ekan. Endi sekin-sekin bizda ko'payyapti. Mana time frame oshgan sari. Misol uchun 15 minutli time frame ga o'tadigan bo'lsak, mana 15 minutli time frame da uje 26% holatda foydadamiz. Mana bu yerda 26% foyda qilar ekanmiz. Hozir ko'rib chiqamiz. 2024-yildan beri ekan. 2024-yildan beri 26% foyda qilinar ekan. Ya'ni 8 oy muddatda o'sha yirik investorlar 20% 30% gacha ishlagan holatda 8 oyda ishlanar ekan. Mana shunday qilib sanasini ko'rib olsak bo'ladi. Bizda endi M15 time frame'da. Endi biz M30 time frame ga o'tadigan bo'lsak, bizda 168 ta сделка, 27% holatda daromad bo'lyapti. Albatta 1 yilga kimdirlar aytishi mumkin, 1 yilda 20% men uchun kam deyishi mumkin. Mana hozir sekin-sekin ko'rib chiqamiz, qaranglar. Endi 45 minutli time frame'da 45 minutli time frame'da ishlaydigan bo'lsak, bizda qaranglar uje minusda bo'lyapti. Endi
1 soatlik time frame'da bo'lsa, qaranglar, 32% da daromad bo'lyapti. Ya'ni $10,000 dan $3,200 foyda bo'lyapti. Endi 2 soatlik time frame'ga o'tsak, уже bizda summalar, ya'ni foydalar ko'payapti. Qaraydigan bo'lsak, mana 138% da foyda bo'ladi. Faqatgina o'zingiz analiz qilmasdan, tahlil qilmasdan, faqat olganda olib, sotganda sot degan vaqtda sotadigan bo'lsangiz, уже 138% holatda daromad bo'lar ekan. 4 soatlik holatimizda esa qaranglar, 149% daromad bo'lar ekan. 4 soatlik time frame'da ishlaydigan bo'lsak, 149%, bu juda zo'r natija. 149% holatda narximiz, ya'ni foyda ko'payishi, mana bizda boshida ozgina ziyon bo'lgan. Ko'radigan bo'lsak, keyin narximiz sekin-sekin bizda volatilность kuchaygan yillardan keyin mana narximiz tepaga qarab ketgan. 2025-yilga yaqin уже mana 149% holatda daromad bergan. Endi bu indikatorga qarab turib shunchaki ol deganda olib, sot deganda sotish uchun bizda volatilность juda kuchli aksiyalar kerak. Misol uchun B kompaniyasini ochadigan bo'lsak, qaranglar, 4 soatlik time frame'da 236% yoki mana 15 minutlik time frame'ga ochadigan bo'lsangiz, уже 13%. 15 minutlik yoki 3 minutlik time frame'da 8%, 3 minutlik time frame'da 8%, 5 minutlik time frame'da уже qaranglar 30% daromad beryapti. 5 daqiqalik time frame'da. Bizda bu indikatorda o'zidan qanaqadir prop kompaniyani imtihonidan o'tmoqchi bo'lsangiz, faqat mana bunaqa B kompaniyasiga o'xshagan yoki ATR juda katta bo'lgan kompaniyalar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi-da. Lekin mana Apple, Teslalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, bu holatda ham qanchadir foydali chiqyapsiz, lekin biz bu indikatorda asosiy ishlatishimizdan vazifa trend yo'nalishini aniqlab olish. Ya'ni trend yo'nalishi o'suvchan trendga qarab ketyaptimi yoki tushuvchan trendga qarab ketyaptimi? Mana shu holatda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Mana qaranglar, $10,000dan $3,000 foyda. Ya'ni 30% daromad. Bu qaranglar, 30% daromad, yirik investorlarimiz 20% dan 30% yillik ishlashadi. Bizda esa 5 minutlik time frame'da o'zida 30% daromad bizda 2025-yil 1-iyuldan beri ekan. Iyul, avgust, sentyabr, уже 2,5 oy ichida 30% ga daromad qilish, bu juda zo'r natija hisoblanadi. Umumiy holatda mana сделкалар sonini ko'radigan bo'lsak, 155 ta сделка bo'lar ekan. 155 ta сделка. Bizda qaranglar, 30-iyundan boshlab, iyul, avgust, sentyabr, ya'ni 3 oy o'tdi. Hozir oktyabr boshi. Уже 3 oyda 30%. Bu degani har oyda o'rtacha 10% ga to'g'ri kelyapti. Bu degani bir oyda 10% natija qiladigan bo'lsangiz, menimcha xohlagan prop kompaniyani imtihondan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Agar o'zingizni real hisobingizga ishlaydigan bo'lsangiz, albatta bundan shunday signal olib savdoga kirish tavsiya qilinmaydi. Bunda biz bu indikatorda foydalanishimizda asosiy maqsadimiz, bizda mana bunaqa qilib trend yo'nalishini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Super trend strategiyasini o'zini o'chirib turamizda. Mana qaranglar, bizda agar o'suvchan trendga o'tadigan bo'lsa, buy beryapti. Bizda narximiz tushuvchan trendga keladigan bo'lsa, mana narx tushuvchan trendga qarab ketyapti. Umumiy holatda mana o'suvchan trend edi, o'suvchan trend o'sib yakunlanib, bu yerda tushuvchan trend boshlandida va narx tushib berdi. Endi mana bu yerda yana o'suvchan trend boshlanadi, endi narx o'sish ehtimoli bo'ladi. Hammaga rahmat. Bugun trend yo'nalishini aniqlash darsimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha xayr.